Nima uchun shu bir xil joyga ish kiriza quramiz yo ustachilik, hunarmandchilik ishini qilamizda. Shu o'rta hol o'zimizga o'xshagan odamlar masalan pulini oldindan tayyorlab qo'yib, sразу pulini to'laydi. Lekin ba'zi bir joyga boramiz, puldan problema yo'q. Shuna milliarderskiy bir 10-15 ta mashinasi bor. Lekin hamma ish bo'lib endi pulni olamiz deb o'tirgan vaqtga keladi, uchdan bir ozgina pul berib, ustoz hay shu bilan bir amallab turing, bir 4-5 kunda yetkaraman deydi. Nimaga shunaqa? Yo'q masalan, ha 4-5 kundan keyin telefon qilsangiz agar yo telefon nomaydi, yo telefonni kod qilib qo'yadi, yo ba'zi 1-2 sekund olib, ha ustoz men hozir bir joy yig'ilishdaman, bir joydaman, tuta deydi-ku. Nima qiladi? Nima shunaqa fin qiladi? Yo'q masalan bir haftalardan keyin telefon qilsangiz bu nima lo, telefon qilib beraman-da deb nidavollayam bo'ladi-da. Nimaga shunaqa? Bizga ham o'rsa havas bor, rizq bor. To'g'rimi?